Endi Alloh insof bersa biz ham to'g'ri yo'l yurib qolarmiz deb turib, Alloh insof bermayapti menga demoqchi bo'ladi ayrim odamlar. Alloh xolasa tashavoramiz shu aroqni deydi. Bora, nima? Seni og'zingdan birov majbur qo'yyaptimi aroqni? O'zini fisqini, fujurini, o'zini nafsiga mag'lub bo'lib qolganligini Allohning taqdiri bilan hal qilmoqchi bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytar edi: "Lastu bil khab'i walal khab'u yaxtawni." Men hiylakor emasman, lekin hiylakor meni alday olmaydi deydi. O'g'rini olib kelishdi xalifani oldiga. "Ya amiral mu'minin" dedi, "Jazoni qo'llanglar" dedi. "Ya amiral mu'minin, Alloh taolo meni taqdirimga o'g'rilik qilishni yozgan bo'lsa, meni nimaga jazolaysiz?" dedi. "Sen o'g'rilik qilgan bo'lsang, taqdiriga yozilgan bo'lsa, seni taqdiringga qo'lini kesishing ham yozilgan" dedi.